ayetlerinin düşüş sebepleri. Bunu biz Arapçada esbabun nuzul deymiz. Kur'an'ın ayetlerinin düşüş sebeplerini esbabun nuzul deymiz. Hadisinin sözleniş sebeplerini esbabul vurud deymiz. Bu ne deyen gap dese? Endi bir kısım ayetler, Kur'an'ın hemmesi emas, hatta köpüncüsü emas, bir kısım ayetler ma'lum sahabelerinin hayatında turmuşlarında bir hadiseler yüz berdi. Bular bu hadiseye nispeten bir tabirge, change'ge ihtiyaçlı olup kaldı. Şu münasebetlen bir ayet düştü. Şu vakalik, şu ayetinin esbabının, sebebin nuzul bulur. Ya ki sahabeler Resulullah'dan bir sual sordu. Ya ki Yahudilikli bir sual sordu. Kim sorsa birisi sual sordu. Bu sual ciddi cevapga ihtiyaçlı oldu. Resulullah ve ma yantiqu anil hava öz xahişinin özünün kallısını sözlemeydi. Vehiyini saklaydı. Vehiy ayet şekilde cevap bulup kelgen bolsa bu ayet şu sual sebebinden düşken buludu. Sual şu ayetinden sebebin nuzul buludu. Mesela Sure Nur'daki bir ayetni misalga alsak وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yani ayollarga töhmet çaplaş hakkı dikergen onun ceza, tabir ve onun iniqlimeleri. İnnellezine ca'u bil ifki usbeten minkum la tahsabuhu şerran lekum bel huve hayrun lekum likulli imri'in minhum mektesebe minel ifk والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين deb ayollarga erkekler olsun günahsız kişilerge guvaçsız paksiz töhmet çalıngan hakkında düşken ayet. Bu ayetning mazmunlarini düşünüşte muşu ayet düşken vaqtida yüz bergen hadiseler yani esbabın nuzul şu kolay düşünüşke yardım beradi. Bunun vakaliki ifk vakaliki deb hadis kitaplarında şu ifk hadisleri degan nom bilan bizga bayon qilingan. Bu yerda tabiiyki u vakaliklar kirmaymiz. Ammo ixcham shaklda desek Aisha radhiyallohu anhaga Madinadagi munofiqlar boshliq bir qism kishilar töhmet chapladi. Bu hadise Resulullah'ning izzat obro'yi, oilasining sharafi. Ammo Resulullahda bu to'g'riliq hech qanday ma'lumot yo'qki, Rasululloh bu to'g'risida bir narsa deyamaydi. Chunki men bayatni o'qigan oyatda va ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyuha. Rasululloh har bir gapni o'zining kallasiga ko'ra so'zlamaydi. Cho'qim ya oyat sifati bilan vahiy tushidi yoki hadis sifati bilan vahiy tushidi. Qaysi xil shaklda o'zini vahiyga tayinib deydi. Rasululloh saqladi. Kishilar ham so'zlashyapti do'stda, ko'chada, o'tdagan so'rovlarda, hatto masjidlargacha bordi. Rasululloh uchuq masjidda bu gaplarni angladi, tortishdi. Sahobalar o'zaro bir-biri bilan bu masala haqida bir-biriga kirgilimi oz qoldi. Shunda ahvol asli Rasululloh Aisha radhiyallohu anhaning qashig'i bordi. Bu vaqtda Aisha radhiyallohu anha bu ahvoldan xabar topqili uzun bo'lmagan. Bu ahvol xabar topgandan keyin kallasiga chaqmoq chaqqandek bo'lib og'rib yetib qolganda Rasululloh berib Aisha radhiyallohu anhaga bu haqda so'zlarni qilib uydan chiqib ketay deb turgan vaqtida Resulullah'a ayet düştü. Bu ayetler düştü. Yani töhmet ispatsız, paksiz şekilde pakiz ayollarga töhmet çaplıganlarga 80 tayak ceza ularning guvalıqı mengu qabul qilmaydi. Bunda adamninki ijtimoiy jamiyatda mana shu vaqt hozirgidek siyosiy huquqi ip tashlanadi. Bularning normal yaşaydı hem de bula lekin adam qatarda almaymiz degen gap. Wala taqbalu lahum shahadatan abada degini. Ve ulaika humul fasiqun. Fasıq deb hukm qildi. Mu'minlarninki mashta ishlarini nisbatan tutishlik pozitsiyalarini bayon qildi. Demak, mushu oyatlarni shu vaqaliklar bilan birga tushungan vaqtida intayin qolay tushunishga bo'ladi. Endi mushu munosabatlar men deb qo'yay. Qur'on tafsir qilishdagi muhim 6 halqaning ikkinchisi Qur'onning tushish asbabu nuzullari dedik. Ammo bir vaqalik tüpeyleden, bir sual tüpeyleden bir ayet düştü yoki hadisdan birisi so'zlandi. Ayet hadisda qo'llangan uslublar umum uslubi bo'lsa, ya'ni xos shaklda emas, umum uslubi bo'lsa, ayet hadisning hukmi u vaqalarga xos olmaydi. Balki qiyomatga qadar shuningga o'xshagan shu xarakterdagi vaqalikning hammini o'z ichiga oladi. Masalan, sahobalar issiq bir kunlarda jihadga chaqirildi. Tabiiyki havo bek issiq,
Arabistanның havasını hem öyle bilimiz. Ular o vaxtda çıkış eğir kelip çıkışdan yaltıyıp atқан vaxtida "Ve la tulqu bi aydikum ila tahluka" degan ayet düştü. Yani üzаңlarni bu cihatdan qaldırış arqılı halakatga atmanglar. Çünkü kıyametde mu dozaq bunun cazası, dünyada mu düşmanga qarshi jangdan susluq qilish axırda üzаңlar halak qilishning bir başlanışı o degan ayet düştü. Endi mushu ayet şu vaqalikla xas qilinadi. Yo'q. İnsan özünü halakatga eb baradigan ishlarning har qanaqani qilmaslik mushu ayetning tahtiga daxil bo'ladi. Masalan, surat belgilangan yo'llarda suratdan oshirib mashina haydasang, sening hayotingni xavf etadiganlik ehtimol ko'p bo'lib qolgan bo'lsa, tabiiyki sen bu oyatning ustiga tushsa, shu shaklda agar zo'muzo o'lib ketib qolsang, balkim Alloh kechirsin, o'zingni o'ltirgan bo'lib, shu xil jazoga uchrashi mumkin. Doktor seni ma'lum xil yemeklikdan to'sdi. Çünkü bu senin hayatınga xatar olib keladi deb sana aniq deb berdi. Ama sen bu yemeklikni yaxshi ko'raman deb va yoki boshqa har qanday bir shaklda buni iste'mol qilding, hayoting xatarga uchirdi. Bu oyatga xilof qilgan bo'lsa, ya'ni demak o'g'lim shuki, bir oyatning tushirish sababi u oyatni o'ziga xos qilmaydi. Balki qiyomatga qadar shu voqelikka o'xshashlarning hammasi oyatning tahtiga daxil. Ama biz tushirish sabablarining davosini nimaga ishlatamiz, nimaga qo'limiz esa oyatning qaritilmasi xarakterini belgilashda bizga alohida yordam bo'ladi. Bu nuqtadan Qur'onning tushish sababiga alohida ko'ngil bo'lish kerak.